Arzon uchastka qidirganlarga Sergeli rayonidan yana bitta yaxshi variant ko'rsatib beramiz. Sergeli tumani Xonobodga yetib kelganmiz. Yangi uchastkalar qatoridan bir sotuv 5 xonali mana shu uyimiz sotuvga, bittasi sotuvga qo'yilgan, bittasida yashashadi, ikkinchisi ham yashab turgan joylikda hozir srochniy narxida sotuvga qo'yishgan. Uchastkalarimiz orientirini beradigan bo'lsa, Sergeli tumani Ittifoq mahallasini ko'pchilik biladi. Massiv Qo'yliq 5 ro'parasida mahallada joylashgan bo'ladi. Xonadonni kirib qisqacha obzorni qilib beramiz. Mahallada hamma kommunikatsiyalar bor, atrofida hammasi yangi uchastkalar, katta ko'cha yuziga yaqin masofada joylashgan. Orientir Ittifoq masjidi, Sho'katega masjidiga 500 metr masofada joylashgan. Xonadonga $75 ming so'rashyapti. Arzon uy qidirayotganlarga yana bitta yaxshi variant. Sergeli Xonobodda joylashgan. 75 ming 80 ming atrofida aslında shu chekara joylardan ko'proq uy uchastka chiqadi. Endi bu tarafga xudo xolisi shahar ichidan mana yaxshi variantlar chiqyapti. Uy hovlisiga kirib keldik. Mana bir sotuvli xonadon, kottej qurilgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu tarafda mana kichkina o'tiradigan joyi ham bor. Mana endi bino ichiga kirib xonalarni ko'rsangiz bo'ladi. Endi hovli sal kichikroq. Yerga mashina sig'masa kerak degan, sal kichikroq hovlisi. Bu yerda o'tirsanglar bo'ladi. Bismillah deb uy ichiga kiramiz. O'ng qo'limizga kirganimizda oshxona joylashgan. Mana shu oshxona mebellari ham tashab ketiladi. Xonadon yangi qurilgan, sosteniyasi yaxshi holatda. O'ng qo'limizda ikkinchi qavatga chiqish yo'li. Hop. Zinamiz yonida bo'lsa, bitta yotoqxona joylashgan. Mana bismillah. Shinamgina yotoqxonani ko'ramiz. Endi nima desa bo'ladi? 75 mingga yana bitta variant bu. Xudo xolis. Mana shu arzon qidirayotganlarga bitta variant. Hop, bu xonamizdan dars yurganimizda koridordan o'ng tarafda umumiy sanuzel xonani ko'ramiz. Hop, bu yerda koridor oxirisida bo'lsa, mehmonxona joylashgan. Ko'rasizlar, sharoitlar yaxshi. Remontlar yangi, bu xonadon o'zi yangi qurilgan xonadon. Egalari xudo xolisi boshqa joydan ham uchastka qilganmiz. Shu uchastkaga ko'chamiz deb bu zarur bo'lganda sotuvga qo'yishibdi. Ana endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Birinchi qavatda ko'rdinglar, oshxona, bu yerda bitta spalni, bitta zal joylashgan, bu yerda sanuzel xona. Birinchi qavatimizda ikkita xona joylashgan bo'lyapti. Ana endi bu ikkinchi qavatga chiqib boramiz. Ikkinchi qavatimizda mana koridor bilan, keng chiroyli koridor bilan boshlanadi. Zinadan chiqishimizga chap qo'limizda bitta katta xona joylashgan. Bu xonani xohlasanglar ikkinchi qavatni mehmonxonasi qilib foydalaninglar, xohlasanglar mana yotoqxona qilib foydalansanglar bo'ladi. Remontlarni ko'rasizlarmi? Yangi holatda. Endi o'ng tarafga burilamiz. O'ng tarafimizda yana bitta shinamgina xona, bolalar yotoqxonasi qo'ysanglar bo'ladi. Koridorga qaragan romlari qo'yilgan. Koridor bo'ylab yurib kelayotganmiz. Ikkinchi qavatda umumiy sanuzel xonasini ko'ramiz o'ng qo'lda. Sanuzel xona razmerlari ham kattagina, bemalol kirmoqchilarni ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Koridor oxirisida bo'lsa yana bitta ota-onalar yotoqxonasi joylashgan. Xonadonga $75 ming so'rashyapti, startviy narxi. Yana kelishadigan joylari bor. Mana shunaqa shahar ichidan, yaxshi lokatsiyadan arzonroq uchastka qidirayotgan tanishinglarga tarqatib qo'yinglar. Bu yana hali kelishadigan joylari bor. Hozir bunaqa 70 ming 80 ming atrofida shahar chekkalarida qurishyapti bu uchastkalarni. Salomat bo'linglar. Mana shunaqa arzonroq Novostroyki uchastka qidirayotganlar bo'lsa tarqatib qo'yinglar, kelishadigan joylari bor.